Ko'p gapirmasdan mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, TDMda o'rtog'ingizga minimum 2 ga uchrasiz. Chunki bu videoni men sizga oltinga teng o'qib beraman. Ko'rib turibsizlar, yaxshigina urinib oldik. No nicho, tushkunlikka tushmaymiz. Bunaqa momentda asosan protivnik o'ng tomondan yurib tepaga chiqadi. O'shaning uchun chiqargan joyiga oldindan otib turamiz, bo'ldi. Eng qizig'i videoni sho'rgacha ko'rib, hali like bosmagan shigarim. O'shaning uchun davay sizdan yetishmay ketgan bitta like tugmasini bosib qo'ying. Shunday qilib, birinchi momentni muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Endi esa ikkinchi momentga o'tamiz. Bu momentda protivnik kutilmaganda bizga uron berib qo'ydi. O'shaning uchun endi u polibon bizga push qiladi. Bu momentda asosan protivnik chap tomondan keladi. O'shaning uchun bor fokusimizni chap tomonga qaratamiz. Agar sizga zarracha o'qitib bergan bo'lsam, jigarim, shunday podpiska tugmasini bosib keting. Bu